Assalomu alaykum, hurmatli fraksiyadoshlar. Davlat byudjetini 2025-yildagi ijrosini ko'rib chiqishimiz kerak. Tegishli vazirlik va idoralardan bu studiyada va qo'shimcha studiyada vazir o'rinbosarlari darajasida ishtirok bo'layapti. Fraksiyadoshlarimizning agar savollari bo'ladigan bo'lsa, vazirliklar bilan masalalarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli majlis qatnashchilari, ruxsatlaringiz bilan davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalarning 2025-yil ijrosi yuzasidan ma'lumotlarga qisqacha to'xtalib o'tsam. Har doim fraksiya yig'ilishimizda tashqi qarz masalasiga alohida e'tibor beramiz. Chunki bu mavzu nafaqat bizni, balki saylovchilarimizni ham eng o'ylantiradigan, kerak bo'lsa xavotirga soladigan masalalardan biri. Taklif shunaqa bo'lardiki, bu bo'yicha bizga ko'proq ma'lumot bersalar edi. Bu masala bugun jamoatchiligimizni qiziqtirayotgan masala. Shunday. Nima uchun qiziqtiryapti? Chunki jamoatchiligimiz juda uzoq muddat bu masalani ichiga kirmagan va bu masala haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Bizga ham ko'pgina bu bo'yicha murojaatlar kelib tushyapti. Har bitta jalb qilingan qarz mablag'larini qaysi maqsadlarga sarflanyapti? Obyektlar kesimida, sohalar kesimida manzilli ro'yxati shakllantirilgan. Tashqi qarz degani bu investitsiyani bir shakli bu. O'zbekistonga juda uzoq muddat ishonchli davlat bo'lmaganligi uchun investitsiyalar kiritilmagan. Xalqaro global moliyaviy institutlar tomonidan loyihalarni moliyalashtirishni maqsadga muvofiq emas deb topilmaganligi uchun qarz berilmagan. Hisobotda madaniyat saroylari va markazlarini saqlash xarajatlariga salkam 400 milliard so'm mablag' ajratilganligi ma'lum qilingan, lekin buni qaysi sohalarga xarajat qilinganligi yozilmagan. Birinchi savolga yetarli darajada javob bo'lmadi. Mafkuraviy jangda Madaniyat vazirligi bevosita rahbarlik qilayotgan kinematografiya sohasidagi holat qanaqa degan masalada Madaniyat vazirining eshituvini tashabbus qiling. Aynan madaniyat sohasidagi ajratilgan mablag'lar qariyb 67 foizga oshganini ko'rsatmoqda. Nima uchun shuncha mablag' ajratilsa ham mablag' yetmayapti? Restavratsiya o'zi minimum 6-7 milliard. Buxoroga borsangiz 30-40 milliardlik obyektlar bor. Bu yetarli emas. Nima uchun aholi uchun eng muhim bo'lgan xizmatlar 2 barobarga oshib ketyapti? Bu bo'yicha maxsus dastur amalga oshirilgan. Tegishli hukumat qarori ham qabul qilingan. Toza qo'llar dasturi xarajatlari uchun ajratilgan mablag'lardan 102 milliard o'zlashtirilmay qolingan. Shunga izoh so'ragan bo'lardim. Texnik masala bu yerda ishlatilmay turibdi degan sababi 102 milliard bu respublikadan mahalliy byudjetga qayta taqsimlanadigan mablag'. Har yili davlat dasturi, investitsion dastur orqali o'sha ijtimoiy soha obyektlari quriladi, qaysidir kapital remont qilinadi. Ma'lum mablag' ajratiladi. Lekin biz okruglarga chiqqanimizda o'sha maktab qurilishi bo'ladi, shifoxona, agar misol kerak bo'lsa misol aytaman men, ularga mablag' yetarli emas deydi. Mablag'lar analog obyektlardan kelib chiqib rejalashtiriladi. Chunki o'sha paytda ko'p obyektlarimizda ekspertiza xulosalari mavjud bo'lmaydi. Meni savolim soliq qo'mitasiga, davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan xato kamchiliklar natijasida yetkazilgan zararlar bugungi kunga byudjetga tiklandimi? Savol tushunarli. To'g'ri, bu o'zimizning ichki audit tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruv natijasida aniqlangan. Bu bo'yicha materiallar prokuraturaga berilgan. Hurmatli deputatlar, e'tiboringizga havola etilgan ma'ruza va ma'lumotlar orqali davlat byudjetining 2025-yillik ijrosi yuzasidan imkon qadar to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. 2025-yillik ijrosi yuzasidan hisobotini yalpi majlisga ko'rib chiqish uchun kiritilishini ma'qullab berishingizni so'raymiz. Yig'ilishimizni kuzatayotgan ayrim saylovchilarimizda shunday tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Byudjetni juda qisqa va tez ko'rib yuborilyapti deganga o'xshagan. Lekin bir narsani takror aytamiz biz. Byudjet bilan biz har oyda, har chorakda fraksiya o'ziga qiziq bo'lgan ta'lim yo'nalishi, madaniyat yo'nalishi, madaniy meros masalalari, mana shu yo'nalishda o'ylaymanki, byudjetni muntazam muhokama qilib borishimiz kerak. Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan yaqin hamkorlikda byudjetni atroflicha muhokama qildik, savollarimizga javob oldik.